Agar sizni tez-tez peshobga chiqish, achishish, tomchilash yoki ichki sohadagi og'riqlar bezovta qilayotgan bo'lsa, yechimi bor. Sedanachi Muxtor milliy brendidan Prostamix 17 xil tibbiy giyohdan tayyorlangan kuchli formula peshob ushlamaslik, jinsiy zaiflik va bepushtlikni oldini olishga yordam beradi. Mahsulot sinovdan o'tgan, ISO va halol sertifikatiga ega, 8 yildan beri minglab erkaklar tanlayotgan ishonchli mahsulot. Hoziroq buyurtma bering va 50% chegirmaga ega bo'ling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Tramp 21 yanvar kuni Eronga Qo'shma Shtatlar tomonidan qachon yadro quroli orqali zarba berilishi mumkinligini ochiqladi. Trumpni News Nation agentligiga bergan intervyusida aytishicha, u Pentagon notasi va urush vaziri Pete Hegsethga butun Eronni qachon xaritadan o'chirish kerakligini izohlagan. Trumpga ko'ra, agar Qo'shma Shtatlar prezidentiga Tehron yo'llagan killer o'q uzsa yoki boshqa turdagi suiqasd amalga oshirilsa, u holda Qo'shma Shtatlar butun Eronga ommaviy qirg'in quroli orqali zarba beradi va tabiiyki bu zarba Eronni jahon xaritasidan o'chib ketishiga sabab bo'ladi. Aytgancha, Trumpga ishonilsa, u bu harakatidan allaqachon rasmiy Tehronni ham ogohlantirib bo'lgan. Endi Trumpni Davosdagi xalqaro iqtisodiy forumdagi bayonotiga o'tamiz. E'tiborli bo'ling. Bloomberg agentligining axborotiga ko'ra, 21 yanvar kuni Qo'shma Shtatlar prezidenti Davosdagi forumda Ukrainani Amerika Qo'shma Shtatlarining emas, bundan keyin faqat va faqat Yevropaning muammosi ekaniga urg'u berib, Kiyevga homiylik qilish majburiyatini Brusselga yuklagan. Donald Trampga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari Ukrainadan ancha yiroqda va bu o'lkadagi urush unga yaqin hududda joylashgan Yevropaning muammosi sanaladi. Shuningdek, Trampni bildirishicha, Ukraina uchun kerakli pulni endi Brussel topib berish kerak. Donald Trampga ko'ra, Putin ham Zelenskiy ham o'q otishni to'xtatishga tayyor, ammo bu tinchlikka Yevropa rozi bo'lmayapti. Shunday ekan, urushni ta'minoti bilan ham Yevropani o'zi shug'ullanish kerak. Eslatib o'tamiz, Tramp Grenlandiya uchun Yevropa ittifoqi davlatlariga qarshi joriy qilgan 10% bojlarini va bir vaqtning o'zida Grenlandiyaga hujumni bekor qildi. Uni CNBC agentligi muxbiri Jo Kernanga bergan intervyusida bildirishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari Grenlandiyani egallash uchun Daniya va NATOga qarshi frontga kirmoqchi emas. Shuningdek, Washingtonni bu hududda yangi front ochish rejasi ham yo'q va Trampni ma'lum qilishicha, Grenlandiya bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlariga qarshi bo'lgan Yevropa ittifoqi davlatlariga 10% bojlar 1-fevraldan kuchga kirmaydi. Bu degani Tramp ularni bekor qildi degan gapdir. Endi shu yerda Qo'shma Shtatlar prezidentining nima uchun o'z qarorini o'zgartirgani haqida qisqacha so'z yuritamiz. Diqqat bilan eshiting. El País agentligining xabariga ko'ra, Donald Trump 21 yanvar kuni Davosda NATO bosh kotibi Mark Rutte bilan uchrashuvdan so'ng o'zini Brusselga qarshi barcha qarorlarini bekor qilgan va Mark Rutte Trumpga Grenlandiyani jangsiz berishni taklif qilgan. To'g'rirog'i, bu kelishuv Britaniyaning Kiprdagi harbiy bazasi ko'rinishida bo'ladi. Bunda Daniya qirolligi Amerika Qo'shma Shtatlariga Grenlandiyani juda yirik, aniqrog'i istalgan hududidan harbiy baza qolaversa, strategik maqsadda foydalanishga ruxsat beradi va tabiiyki Kopengagen Washingtonni orolga qancha qo'shin kiritishini nazorat ham qilmaydi. Bu degani orol norasmiy tarzda Amerika Qo'shma Shtatlariga o'tadi degan gapdir. Agar kimgadir yangilik bo'lsa, eslatishimiz mumkin. Kiprda Britaniyaning suveren bazalari mavjud va ularga Kipr o'z hududida bo'lsa-da hech qachon da'vogarlik qila olmaydi. El Paísga ko'ra, Trump Grenlandiya borasida ham xuddi shunday kelishuvni qo'lga kiritish ostonasida turibdi. Endi NATO bosh kotibi Mark Rutteni Davosdagi Ukrainaga atalgan chorlovga to'xtalamiz. Reuters agentligining axborotiga ko'ra, Mark Rutte Yevropa ittifoqi davlatlarini yana pul topishga chaqirgan. Mark Ruttega ko'ra, Kiyevga ajratilgan 90 milliard yevro Ukraina uchun kamlik qiladi va Yevropa ittifoqi davlatlari Kiyev uchun qo'shimcha pul topish choralarini ko'rish kerak.
Mark Rutte'ni chorlovga ko'ra, Grenlandiya yoki boshqa masalalar bu NATOni va Yevropa ittifoqini ichkarisidagi muammolar va bu muammolarni Rutte'ning aytishicha Bryusselni o'zi hal qiladi. Biroq Ukrainani kutishga vaqti yo'q va Yevropa mamlakatlari Kiyevni o'zini muammolar ro'yxatida birinchi o'ringa qo'yib harakat qilish kerak. Negaki Mark Rutte'ga ko'ra Ukrainada raketa tugadi va Rossiyani dronlari shuningdek raketalari Kiyevni muhim infratuzilmalariga hech qanday qarshiliksiz zarba bermoqda. Bu zarbalardan uni himoya qilish esa Yevropaning burchi hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, Davosdagi forumga borishdan bosh tortgan Zelenskiy Davosga yetib bordi va u 22-yanvar kuni Donald Tramp bilan tinchlik bitimini muhokama qilish uchun uchrashishni rejalashtirgan. Voqealar va juni birgalikda kuzatamiz. Turfa bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.